Diqqat, barcha fuqarolar tayyor turing. Ertadan boshlab O'zbekiston hududida anomal sovuq kunlar boshlanadi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat, O'zgidromet 29 noyabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 12-14 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 4 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi bugun 28 noyabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 3-5 daraja iliq, kunduzi 15-17 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi.